Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab Python dasturlash tilida kod yozishni boshlaymiz. Biz Python dasturlarini VS Code IDE orqali ishlatamiz. Avval uni o'rnatib, keyin kod yozishni boshlashingiz mumkin. VS Code'ni ochib olganimizdan keyin mana bu yerda fayl ochish degan joyi bor. Shuni ezib turib, faylimizga nom beramiz. Python yoki shunga o'xshash bironta nom berishlari mumkin. Python fayl ochishimiz kerak. Buning uchun o'sha nuqtadan keyin py so'zini qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bizga faylni ochib berdi. Konsol oynamizga biror narsani yozib ko'rishimiz mumkin. Printni yozib ko'ramiz, ya'ni ekranga chiqarish buyrug'ini. Print so'zi bo'ladi va ichiga esa ikkitalik qo'sh tirnoqni ochamiz va uning ichiga so'z yozishimiz mumkin. Agar xohlasangiz, bittalik qo'sh tirnoqni ichib turib yozishingiz ham mumkin. Lekin men ikkitalik qo'sh tirnoqni afzal ko'rgan bo'lardim. Birinchi kodingizni, ya'ni hello world dan boshlashingizni tavsiya qilishadi. Men esa bunday qilmayman, chunki u birinchi kodimiz bo'ladi. Birinchi kodimizni sal boshqacharoq o'zimizga yoqqan tarzda boshlashimiz mumkin. Masalan, men oshni yaxshi ko'raman deb boshlayman. Endi bu yozgan kodimizni run qilish uchun tomonda tepada turadi. Shuni essak, biz yozgan so'zni ekranga chiqarib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Printni ichiga boshqa tekstni berib yuborishimiz mumkin. Masalan, bu juda ham mazali. Va run tugmasini bosib ko'raman. Ekranga nima chiqishini ko'ramiz. Mana birinchi qatorimiz ekranga chiqardi, keyingisini ham ekranga chiqarib berdi. Keling endi komment haqida gaplashamiz. Python kommentlarni ekranga chiqarmaydi. U shunchaki konsolda qolib ketadi. Siz uchun note vazifasini bajarishi mumkin. Komment yozish uchun boshlanishiga panjarani qo'yib qo'yamizda, xohlagan kommentimizni yozishimiz mumkin. Masalan, bu print kalit so'zi orqali ishlaydi. Mana shu tarzda komment yoziladi. Yoki bo'lmasam, agarda mana shu so'zni yozib turib kommentga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, Ctrl bilan front slashni ezishingiz mumkin. Kommentlarim ko'rishingiz mumkin, bu yerda ekranga chiqmadi. Oddiy not sifatida qolib ketdi. Demak, bu sizning birinchi Pythondagi kodingiz edi. Keyingi videoda Python o'zgaruvchilari haqida gaplashib chiqamiz.